Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Sizlarga bugun bir qator mashinalarimizni obzor etib berib o'tamiz. Kanalimizga yangi bo'lsanizlar, obuna bo'lib, like bosib qo'yasiz do'stlar. Bizda avtokredit naqd pul barcha variantlarimiz bor. Mashina kelsangiz chiroyli narxda hisoblab olamiz. Agar biz bilan kelishmaydigan bo'lsangiz, ishida qo'yib chiroyli narxda sotib beramiz do'stlar. Bir ham boshdan obzor etib berib o'tamiz. 2002-yil ishlab chiqarilgan Damas bir avtomobili. Rasxod yo'q, tayyor. Kraska bir qator az bo'lgan. Zo'r sostanida 12lik bo'sh palovlar qo'yilgan. Chexol polik hamma narsasi bor do'stlar. Metan gaz bilan ustanib qo'yilgan. Bahosini keladigan bo'lsak, bahosi 22 million so'm aytilib turibdi. Ustida yana 1-2 so'm kelishib savdolashib olsangizlar bo'ladi. Egalardan kelib turgan mashinamiz. 99-yil ishlab chiqarilgan Damas 1 12lik bo'sh palovlar qo'yilgan, metan gaz bilan ustanib qo'yilgan. Chexol polik hamma narsasi bor. Bahosi 25 million so'm aytilib turibdi. Ustida naqd pul soni mindan bo'lsa yana savdolashib kelishib olsangizlar bo'ladi. 96-yil ishlab chiqarilgan Damas 1 palovlar sostanasi yaxshi, metan gaz bilan ustanib qo'yilgan, kuzovini ish yo'q. Bahosi 23 million so'm aytilib turibdi. Üstünde yine naqd pul soni mindan bo'lsa yana savdolashib kelishib olsangizlar bo'ladi do'stlar. Tak, banda Tikolardan başlayamiz xudo xolasa. 97-yil ishlab chiqarilgan Kraska bir qator asl bo'lgan. Balonlar sostanasi yaxshi, benzinda 487 ming kilometr yurgan, bahosi 15 million so'm aytilib turibdi. Ustida ozgina savdolashib kelishib olsangizlar bo'ladi. 08 mashinamiz 91-yil ishlab chiqarilgan Proponda, bahosi 8,5 million so'mga tushirdik. 10 million so'm deb qo'ydik, 8,5 million so'mga tushirdik do'stlar. Saka diskalar qo'yilgan, kuzovini ish yo'q, tayyor, rasxodsiz. Bunda Nexia 2miz 2015-yil ishlab chiqarilgan 114 ming kilometr yurgan. Kraska bir qator zanglar ishlangan. Metan gaz bilan ustanib qo'yilgan. Sonus gibrid, bahosi 62 million so'm aytilib turibdi. Ustida yana ozgina kelishadi o'yinlari bor. 2011-yil ishlab chiqarilgan 1.6 Donus Lucas 5 konditsioner 248 ming kilometr yurgan. Metan gaz bilan ustanib qo'yilgan. Bahosi 46 million so'm. Ustida yana ozgina kelishib beradi o'yinlari bor do'stlar. Bu yerda yozilib turgan baholar bo'laveradi. Ustida savdolashib kelishib olaverasizlar bir hamma mashina. Tak, 2009-yil Sonus gibrid metan gaz bilan ustanib qo'yilgan, 203 ming kilometr yurgan. Bahosi 41 million so'm do'stlar. Balonlar sostanasi yaxshi, kraska bir qator ishlangan. Rasxodi yo'q. Yana bir Nexia 2miz 2011-yil ishlab chiqarilgan 82 ming kilometr yurgan. Metan gaz bilan ustanib qo'yilgan, kraskasi 100% родной, bo'sh palovlar ustanib qo'yilgan. Rasxodi yo'q, 1.6 Donus. Bahosi 66 million so'm aytilib turibdi. Ustida yana naqd pul soni mindan bo'lsa yana savdolashib kelishib olsangizlar bo'ladi do'stlar. Nexia 2 yana bir 2012-yil ishlab chiqarilgan 132 ming kilometr yurgan, zanglari ishlangan. 1.6 Donus, balonlar sostanasi yaxshi, metan ustanib qo'yilgan. Bahosini keladigan bo'lsak, bahosi 60 million so'm aytilib turibdi. Ustida yana ozgina kelishib beriladi o'yinlar bor. Egalardan kelib turgan mashinamiz. Tak, bunda Nexia 3 avtomobili 2019-yil ishlab chiqarilgan 64 ming kilometr yurgan, kraskasi 100% родной. Metan gaz bilan ustanib qo'yilgan. Bahosi 105 million so'm do'stlar. Bo'sh palovlar qo'yilgan. Ustida kelishib savdolashib, ustaga go'stib xarid qilib olaverasizlar do'stlar. Tak, 2023-yil ishlab chiqarilgan 48 ming kilometr yurgan
2023 metan gaz balon ustanovka bo'lgan. 12lik balonlar qo'yilgan, bulut ishlari döşelgan zakonni sostanada. Bahası 80 milyon so'm do'stlar. Avtokreditda 9 milyon so'm bilan chiqarib beramiz. Oylik to'lov 2 milyon 800 ming so'mdan. 5 yillik avtokreditda. 2023 yil benzinda 10 ming kilometr yurgan, kraskasi Radnoy 12lik bo'sh balonlar qo'yilgan. Bahası 90 milyon so'm. Üstünde yine savdalashib berish asosida bo'ladi. 2009 yil ishlab chiqarilgan Damas metani bor. 474 ming kilometr yurgan, kraska mayda-chuda zanglar ishlangan. Bahosini keladigan bo'lsak, bahosi 30 milyon so'm do'stlar. 30 milyon so'm. Motor korobkasi zo'r, zadniy moslar zo'r. 2000 yil ishlab chiqarilgan Damas 1 metani bor. Kraska bir qator ishlangan, 15lik balonlar qo'yilgan. Sostanasi yaxshi mashina. Bahosini keladigan bo'lsak, bahosi 25 milyon so'm aytilib turibdi. Üstünde yana savdalashib berish asosida bo'ladi do'stlar. Bu anda yana bir 08 mashinamiz bor do'stlar. 93 yil ishlab chiqarilgan metan ustanovka bo'lgan metan suroqlar ham bor do'stlar. Bahosi 15 milyon so'm deb qo'ydik, bahosini tushirdik do'stlar, 13 milyon so'm. Bo'sh balonlar qo'yilgan. Bahosi 13 milyon so'm. Keyin bu anda 2011 yil ishlab chiqarilgan Spark avtomobili lyuks konditsioner 178 ming kilometr yurgan, bahosi 49 milyon so'm. Chikol bo'lik ham narsasi bor do'stlar. Metan gaz baloni ustanovka bo'lgan. Kraskasi 10-15% kraskasi bor. Banda yana bir Spark'ımız 2019 yil ishlab chiqarilgan benzinda, kraskasi 100% Radnoy. Sakadiskalar qo'yilgan, bahosi 95 milyon so'm aytilib turibdi. Üstünde yana savdalashib berish asosida bo'ladi. Necha so'm ey Danila? 2010 yil ishlab chiqarilgan Best kraska bir qator mayda-chuda ishlangan. Bahosi 28 milyon so'm. 2010 yil metan gaz balon ustanovka bo'lgan, bo'sh balonlar qo'yilgan. Rasxoti yo'q. Ishni mayda-chuda zangi borlik. 28 milyon so'm. 2008 yil ishlab chiqarilgan Matiz. Sostanasi zo'r, kraskadan bir qator asoslik bo'lgan. Metan ustanovka bo'lgan, 509 ming kilometr yurgan, bahosi 30 milyon so'm do'stlar. Chikol bo'lik ham narsasi bor, rasxoti yo'q, tayyor. 2014 yil ishlab chiqarilgan metan ustanovka bo'lgan, 93 ming kilometr yurgan. Zanglar ishlangan, bo'sh balonlar ham qo'yilgan. Bahosi 36 milyon so'm aytilib turibdi. Üstünde yana ozgina kelishib beradi yerlari bor. Tayyor, rasxoti yo'q, prostoy. Bu anda keyin 2005 yil ishlab chiqarilgan metan ustanovka bo'lgan, 237 ming kilometr yurgan. Bahosi 28 milyon so'm do'stlar. Bu maşinamiz satıldı. 2010 yil ishlab chiqarilgan metan gaz balon ustanovka bo'lgan Prostoy 222 ming kilometr yurgan, bo'sh balonlar qo'yilgan, kraska bir qator asoslik bo'lgan zanglar. Bahosi 30 milyon so'm aytilib turibdi. Üstünde yana savdalashib berish asosida bo'ladi do'stlar. Mashinalarimiz Xiva avtosavdo 707 da turibdi. Ekranda nomerlarni qoldiramiz, bemalol aloqa chiqaverasiz do'stlar. Kanalımızda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, like bosib qo'yasiz do'stlar.